Salamatmisilar, bugungi mavzumuz 3 bulunqlar tengligining birinchi belgisi. Beshiqli bir teoremani yozib ketaylik. Agar bir 3 bulunqning ichki tarafi va ularning orasidagi ikkinchi 3 bulunqning muvofiq ichki tarafi va ularning orasidagi bulunqi teng bo'lsa, u chaqda bu 3 bulunqlar teng bo'ldi. Bu teoremani biz yamancha ishlatamiz. Qaranglar, masalan, A, B, C 3 bulunq berilgan va A1, B1, C1 3 bulunqi berilgan. Agar bir 3 bulunqning ichki tarafi va ularning orasidagi bulunqi ikkinchi 3 bulunqning ichki tarafi bilan ularning orasidagi muvofiq bulunqlarga teng bo'lsa, u chaqda nima bo'ldi ekan? Mushu A, B, C 3 bulunqi 3 bulunqliq A, B, C teng 3 bulunqliq A1, B1, C1. Endi har qanday teorema albatta biz isbotlashimiz kerak. Bu teoremani isbotlash uchun bunday qilamiz. Masalan, deymiz, bizda qaranglar, A, B tarafi A1, B1 tarafiga teng bo'lg'achqa, AC teng A1, C1 ga teng, bulung A teng bulung A1 bo'lgandan keyin C cho'qqisi bilan nima qilsak bo'ldi? Bir tekishilikda, masalan, bir tekishilikda AB kesintisiga teng A1, B1 kesintisini sizib olaylik. Shundaqla AC kesintisiga teng A1, C1 kesintisini sizib olsak, vaqtida C1 bilan B1 ni qo'shib etsak, buni chiqqan 3 bulunqning soответственно, masalan, A bilan A1 betlish AB tarafi A1, B1 tarafi bilan betlishidir. Shundaqla AC tarafi A1, C1 tarafi bilan betlashgandan keyin nimishga betlishidir? Sababi bulunqlari teng va taraflari teng bo'lg'achqa, bu yerda nima chiqadi ekan? BC tarafi B1, C1 tarafiga teng. Deymizda, shunday qilib teoremamiz isbotlandi deymiz. Hisoblarni qarashtiraylik. Bu yerda hisoblarda birinchi hisobda bunday berilgan. AB teng DE berilganda albatta biz chiroyli yozib olaylik. AB teng DE, AC teng EF tarafiga va bulung A teng bulung E bo'lsa, u chaqda berilgan 3 bulunqlar teng bo'lamdi deydi. Isbotlaganda, qaranglar, isbotlaganda biz nima qilamiz? Mushu berilgini yana ko'chirib yozamiz. AB tarafi DE tarafiga teng. Qani AB tarafi mana qizil liniya bilan qo'y. AB DE tarafiga teng. Shundaqla AC tarafi EF tarafiga teng ekan mana. AC biz yerda ko'rdingizmi? Ishqtal siziq bilan bunday sizib qo'ygan. AC teng EF va bulung A teng bulung E bo'lgan keyin biz nima deymiz? Hozirlar o'tdik. 3 bulunqning tengligining birinchi belgisi bunda dedi. Agar bir 3 bulunqning ichki tarafi va ularning orasidagi bulunqi ikkinchi 3 bulunqning muvofiq ichki tarafiga va ularning orasidagi bulunqi teng bo'lsa, u chaqda men yozamiz. 3 bulunqning tengligining birinchi belgisi bo'yicha deb qisqacha yozib qo'yay. Nima deb yozamizki, 3 bulunq endi akkuratni yozaylik. Masalan, menda qanaqa yozsak bo'ldi? C A B deb olay masalan. Birinchi 3 bulunqni C A B deb oldim. Vaqtida C A B ko'rdinglarmi? Qanaqa qilgandik? 2 palochka, potom bulung o'xshash, keyin 1 palochka bo'lg'achqa, mendimi? Men 2 palochka boyadan keyin 1 palochka boyaga o'tishim kerak. Shuning uchun yozma D E kechirsizlar, F E D. Shunday qilib hisob F E kechirsizlar, F E D bo'ldi. Hisob bitti shundan bilan. Ikkinchisida endi menda qaranglar, suratda KL sразу yozay. KL teng MN va teng 4 cm deydi. Bulung 1, bulung 2 ga teng va KM tarafi 3 cm bo'lsa, LN uzunligini topinglar deydi. Oldin ola biz bu yerda LN tarafi mana LN tarafini tepish uchun nima qilishimiz kerak? Mushu bu yerda ishqtal 3 bulunq bor. Ashning birisini mana M, N, K deb sherx bilan sizib qo'yay va astidagini buni rang bilan sizib qo'yay. K,
L, N. Şiktal 3 bulunluq var. Muşu 3 bulunluqlarni beşidi biz özara təngmi, təng emasmi aşını isbatlayışımız gerek. Körp bakalım. Berilginini mən məşədi KL tərəfi, KL tərəfi var. Bir sızıq bilan siz qoyay. Təng MN deydi. Mana bunu iki tərəfi özara təng və bulun 2 təng bulun 1-ge dep berilgəndi ba. Berilgəndə уже muş informasiya ba bolğan kim da yazmız. Yani şu KL təng MN dedik. KL təng MN. Bulun 1 təng bulun 2-ge təng bolğan kim və muşu seriq və aslidagi kök 3 bulunluqdan KN tərəfi ko'ratamizlar. KN tərəfi umumiy. Umumiy tərəfi deganimiz o seriq ustidagi 3 bulunluqdan ba, tövəndikisidan ba. Endi nima chiqib qoladi bizda? KMN 3 bulunluğu və KLN 3 bulunluqning ikki tərəfi və arsidagi bulunluğu muvofiq o'zaro teng bo'ladi. Demak, mush yerdan yan yazamiz. 3 bulunluqning tengligining birinchi belgisi bo'yicha 3 bulunluq endi akkuratно. Давайте buni общий sındoq sızıq bilan siz qo'yay. M N K deb boshlaylik. Masalan, M N K. Nimishga bunday boshladi? Потому что M dan N ga bossak bir palichka, keyin N dan K gacha men ikki sızıq və arsidagi bulun bor. U chaqda buni astidagi 3 bulunluqdan L dan K ga menib, keyin только K dan N ga mangsak, тоже bizda повторяется ko'rdingmi? Bir palichka bulun və 2 palichka. Shuning uchun M N K 3 bulunluğu teng 3 bulunluq L K N deb yozamiz. L K N. Bana mushni yezib olgankin, уже bu yerdan сразу nima desak bo'ldi, qaranglar. MN tərəfi LK tərəfiga teng, MK tərəfi LN tərəfiga teng. Shundaqla NK tərəfi KN ko'rdingmi? Соответствующий muvofiq taraflari o'zaro teng bo'ldi. Bizga keragi KN qaranglar, o yoq. LN kerak. Men LN olsam, bitta birinchi, uchinchi vaqtida birinchi 3 bulunqda birinchi, uchinchini olman. Shu vaqtida L N tərəfi teng bo'lishi kerak MK tərəfiga. Endi berilganda bizda MK borga 3, shu vaqtida LN тоже chiqdi 3 ga. Shundan bir plyus qo'yinglar. Berilgan suratda P chekti EF va JH kesintilarining o'ttirisi deydi. Mushu suratda teng 3 bulunqlar bormi? Bu yerda endi ko'ryapsizlar, jiq 3 bulunqlar paydo bo'ldi. Mushlarning qaysilari o'zaro teng deganlarni deb topaylik. Значит, birinchi belgisi har qachon nima tepishimiz kerak? Ikki tarpi va arsidagi bulun. Ana berilganini yazmaylik, undaq qaranglar. Bir palichka degan keyin EP tarpi teng PF degan berildi. Mayda ikki siziqdan turdi. U nima deganimiz? JP tarpi P degan o'ttirisi deyotdi-ku, buni kesintilarning. Aslida bu diagonalimi desak bo'ldi. JP teng PH. Вот, endi qaysi bir paragraf unutib qoldim nomerini, biroq bizda ikki tuz siziq sizilsa, mayda 1, 2, 3, 4 tal bulun paydo bo'ldi va mushu bulunlarning nomlari botdi. Masalan, 1 bilan 3 bulunlarni biz vertikal bulunlar deb atadik. Shundaqla bulun 2 va bulun 4 тоже vertikal bulunlar. Давайте men mana shu yerga 1, 2, 3, 4 deb yozib qo'yay. U chaqda bulun 1 teng bulun 3 ga va shundaqla bulun 2 teng bulun 4 ga. Menga vertikal bulunlar deb yozib qo'yaylik. Vertikal bulunlar o'zaro har qachon teng, uning isbotlanishi o'tgangi darslarimizda bo'lgan. Hozir o'sha bor narsani ishlatyapmiz. Shundoq bo'lsa, masalan, buni 3 bulunqni qarash tutsak bo'ldi, qaranglar. J P E 3 bulunqni qarash turaylik. Mushu J P E 3 bulunqda bir palichka, ikki palichka, bir bulun degan keyin men bu yoqni endi mundaqsiz qo'yay. F P H ni ko'ratamizlar. Mushu 2-3 bulunqning to'ji bir siziq bor, ikki siziq bor, arsidagi bulun 3, bulun 1 ikkisi o'zaro teng-ku.
ustida nima deb yozimizki, şuly 3 bulunluqning tengligining birinchi belgisi bo'yicha, to есть ikki tarafi va arsidagi bulun, ikki tarafi va arsidagi bulun bo'lg'achqa, biz давайте yani bir siziq, ikki siziq qilmag'aylik. Shuning uchun YPJ 3 bulunluq YPJ teng bo'ldi 3 bulunluq qaysininga? Так, bir siziq, ikki siziq qilmasa maydimi? Не как хочу, а именно o'xshash bo'lish kerak. Shuning uchun bir siziq, ikki siziq bu yerda bo'lgandan keyin F cho'qqisidan boshlaymiz, keyin P qilamiz, keyin H qa. 3 bulunluq F P H. Mana mushlar chiqdi teng. Yana akkuratni qarab baqsaq, yana bir qarab baqsaq, men meylen o'chirayman. Buni 3 bulunluqlarni o'zi kerak emas уже. Tushunib oldik. Ustidagi va astidagi degandek J P F 3 bulunluqda qaranglar, bizda bir siziq, ikki siziq va bulun bor. Shundaqla astida Y P H ni qarash tutsanglar, bulardimi ko'rdinglarmi? Bir palichka, bir siziq, bulun va 2. Mushu ustidagi va astidagi 3 bulunluqlarni ikki tarafi va arsidagi bulunlari teng bo'lg'achqa, ya'ni shu 3 bulunluqning tengligining birinchi belgisi bo'yicha nima deb yozamiz? 3 bulunluq F P J, mana F P J mandiq ko'rdinglarmi? Birdan 2 siziq qilmandiq. Mayda bo'lsa vaqtida Y P H yozishim kerakka, чтобы hammanim durust keldi. Y P H asam bir siziqdan 2 siziqqa mandiq. Y P H bo'ldi. Endi bundaq yozib bo'lgandan keyin, конечно же, nima dalalaymiz? F P tarafi Y P tarafiga teng, F J tarafi Y H tarafiga teng, P J tarafi P H tarafiga. Даже bulunlarni mana shunday yozsanglar bo'ldi. Bulun F P J teng bulun Y P H yoki bo'lmasa bulun P J F qaysi ratda birinchisini olsanglar, ikkinchisini shundaqla olsanglar, P J F deb olsam, maydimi P H Y deb olaman. В общем, 3 bulun teng bo'lgandan keyin, конечно, ularning ham taraflari, ham bulunlari o'zaro muvofiq teng bo'ldi. Так, yaxshi, vertikal bulunlar durust. Dальше. Так, AY tarafi AD'ga teng. Qani AY, mana bir siziq AD tarafiga. BY tarafi CD tarafiga teng deydi. Va BD qanchaga? Даже BD tarafi mana BD tarafi 4 cm bo'lsa, CY tarafini tepinglar deydi. Ha. Yaxshi. Bundaq berilgan bo'lg'achqa biz bu yerda yana qaranglar. 3 bulunluqlarning, конечно, turlari jiq. Masalan, men endi bundaq siz qo'ysam bo'ldi, durustmi? 2 ta 3 bulunluq chiqdi. Bular o'zaro teng bo'lamdi, bo'lmamdi. Buni isbotlamoq tez. Sababi bizda, конечно, B bilan D C tarafi tengka. Buni 2 bulun vertikal bo'lg'achqa тоже o'zaro teng bo'ldi. Biroq bizga birinchi belgi uchun yana 2 tarafi bo'lishi kerak, durustmi? Bizga bu yerda faqat bir tarafi berilgan. Shuning uchun u 3 bulunluqlar yaxshi kamidi. Agar biz endi buni kichkina jiqaroq hisob chiqarsanglar, asta o'rganib olsak ko'rishni qaranglar. Masalan, A D B 3 bulunluq bo'lmaydi, durustmi? Unda siz qo'yay bir 3 bulunluqni va qaysini olaylik? Masalan, hozir boshqa bir rangni olaylik, qizilni olay. Qizil olmay, buni rangni olay. Va A Y C 3 bulunluq. Buni 2-3 bulunluqni qarash tutsanglar, nimishki mushuni oldim? Men точно bilmayman, но ko'rib baqaylik deyman. Masalan, mushuni ep baqsaq. Bu yeshil va buni fioletoviy 3 bulunluqning bulun A umumiy, durustmi? A nodimi bor, buningdimi bor. Shundaqla bizning buni A B tarafini ko'ratamizlar. A B tarafi bir siziq, ikki siziq bo'lgandan keyin A C tarafi тоже bir siziq, ikki siziq turadi, ko'rdinglarmi? Shu chog'da bunday yozsam bo'ldi. Bu yerda A bulun A umumiy. Sразу yozaylik. Men уже isbotlayapman, shuning uchun berilganini yozsizlar, keyin isbotlashda yana berilganini qaytlab yozsizlar. Bulun A umumiy bulun bo'ldi. A B tarafi
AB tərəfi AC tərəfiga teng berilganda da şundaqla mundaq внимательно qarasanglar bunu AE tərəfi ko'ratamizlar bir siziq va AD tərəfi тоже bir siziq. U berilganda bor mana. AE tərəfi teng AD. Всё. Agar ikki uch bo'lmoqning ikki tərəfi va arsidagi bo'linglar muvofiq ikkinchi uch bo'lmoqning ikki tərəfiga va arsidagi bo'ling'i teng bo'lsa, u chaqda mushu uch bo'lmoqlarni o'zaro teng deymiz. Yani akkuratni yozib olay. 3 bo'lmoq masalan maydan boshlaydi. B A D deb men buni uzun tərəfidan boshladim-da. B A D deb olsam, это ikki palochka, bir palochka, keyin bir siziq qilmoqdik. Vaqtida fioletoviy 3 bo'lmoqda тоже uzun tərəfidan boshlayman qaranglar. C dan A ga berib, Y ga bormay ekan. Bo'ling C A Y Şul 3 bo'lmoqning tengligining birinchi belgisi bo'yicha o'zaro teng bo'ldi. Shu. Teng deb yozib bo'lganki bizga kerak CY qaranglar. CY degan mayda birinchisi, mayda uchinchi harf turdi. Vaqtida birinchi 3 bo'lmoq тоже birinchi, uchinchi harfni olsak, bizda chiqadi что CY teng BD. Endi ko'rib boqaylik, berilganda BD bormi? BD borki, demak CY mi bo'ldi 4 sm. Endi kelsak A, O, B bo'ling'i taraflaridan OC va OD teng kesintilar elingan. Buni kesintilari teng. Sразу yozma. OC teng OD. Mushu bo'ling'ning bisektrisidan elingan chekit C va D chekitlari bilan qo'shilgan. То есть bizda buni OE bisektrisiga. Bisektrisi har bir bo'ling'ning bisektrisi degan undaq sho'liki, u sho'li nima qildi? Berilgan bo'ling'ni teng ikki bo'ling'i bo'lindi. Shuning uchun OE bisektrisi deb berilgan bo'lg'ashqa biz bo'ling D O E давайте men uni bo'ling 1 deb belgilab qo'yay. C O E bo'ling'ini 2 deb belgilab qo'yay. Shu vaqtida o'ngayroq yozish uchun просто bo'ling 1 teng bo'ling 2 deb yozib qo'ysam bo'ldi. Buna yaqin bo'lsa bo'ling D O E teng bo'ling C O E deb yozsam, buning ikkisi o'xshash. Вот, bo'ling'lari teng bo'ldi va ko'ratamizlar yana bu yerda bizda O, D, E degan yuqorqi 3 bo'ling'liq bor va ostida yana bir 3 bo'ling'liq bor. U 3 bo'ling'liq bizda O, C, E. Ikkisi bor. Mushularning, bularning nima ko'ryapmiz? Buni O, E tarafi har ikkisi bor. Yuqoridagi 3 bo'ling'da tövandagidimi. Shuning uchun O, Y kesin tarifi bizda mushu 3 bo'lmoqning umumiy o'xshash deganda qo'y har ikkisida bor. Umumiy tarifi. Endi nima chiqdi? Ikki siziqsiz qo'yay. D, O, Y 3 bo'lmoqning bir siziq bo'ling va ikki siziq. Y, O, C 3 bo'lmoqdami 2 siziq, bir siziq va arsidagi bo'ling bo'lgan ekan 3 bo'lmoqning tengligining birinchi belgisi bo'yicha deymizda so'z bilan yozib qo'yamiz. 3 bo'linglik DOE deb yozaylik. DOE опять bir siziqdan ikki siziq qilmoqsak, fioletoviy 3 bo'lmoqda bir siziqdan ikki siziq qilmoq uchun C dan O ga и потом O dan Y qilmoqmiz. C O Y. Mushu 3 bo'lmoqlar o'zaro teng. Endi nima qilinadi? Teng degandan keyin YC teng bo'lishi kerak YD. Tekshirib boqaylik. YC degan mana oxirgi bilan birinchisi. Maydami oxirgi bilan birinchi harf o'zaro durust keldimi? Durust keldi. Demak, действительно YC tarifi teng YD. Isbotlandi ikkisining tengligini, 3 bo'lmoqning tengligini ishlatib. Berilgan surat A bo'ling'i B bo'ling'i teng. Tak, yozib qo'yaylik. Qani A. Oy, buni rasm kelmay qoldi. AD teng BC. Kechiringlar, buni rasm sal durust bo'lmay qoldi bu yerda. AC teng BD ekanligini isbotlanglar. Bu 11-chi. Bu hisobning rasm durust bo'lmay qoldi. Endi hisob ko'raylik. Endi hisobda teng 3 bo'lmoqlarning muvofiq medianalari teng bo'lganligini isbotlanglar. Siz qo'ying. Masalan, bir 3 bo'lmoq olaylik. 2 3 bo'lmoq oldik va bular o'zaro teng.
Mesela birincisini A, B, C dep belgiley. İkincisini D, E, F dep belgilep koyayım. Berilgende yazımız 3 bulunluq A, B, C teң 3 bulunluq D, E, F. Başta yazğandan уже автоматически bu nimni bildirdi? A, B tərəfi D, E tərəfiga teң, B, C tərəfi E, F tərəfiga teң, A, C tərəfi D, F tərəfiga teң və соответственно bulun A teң bulun D, bulun B teң bulun E və bulun C teң bulun F deganni bildirdi. Endi biz bu yerda medianni жүрgizeli. Medianni deb 3 bulunluqning mediannisi har qachon nima qiladi? Chiqqan cho'qidan, masalan, B cho'qisidan medianni жүрgizaylik. U chaqda bu medianimiz A, C tarafini teng bo'ldi. Shu vaqtda B dan bir примерно siz qo'ysam, M da qo'yay. AM 3 ta siziq bilan siz qo'yay teng MC. Shundaqla E cho'qisidan biz medianni жүрgizsak, понятное дело, M, N da qo'yay. UMDN tarafi NF tarafiga teng bo'ldi. Shu vaqtida teng 3 bulunqlarning muvofiq medianlari teng bo'lganligini isbotlanglar. Bizga isbotlashimiz kerak. Buni BM tarafi EN tarafiga tengmi deb so'radi. Isbotlaylik. Uning uchun biz shu BM va EN ni жүрgizganda 2 ta 3 bulunluq chiqdi. Qaranglar. Mana birinchisi ABM ve ikincisi DN DNY. 2 ta 3 bulunluq chiqdi. Bu 2-3 bulunluqning уже mana moyoqlar qarmaymiz. AB tarafi teng DY tarafiga. AM tarafi teng DN tarafiga. Ve bulun A teng bulun D bo'lg'ashqa nima chiqdi bizda? 2 tarafi va orsidagi bulunlar o'zaro teng bo'lgandan Mushu 3 usloviyadan 3 bulunluqning tengligining birinchi belgisi bo'yicha 3 bulunluq qaysini alaylik? Masalan, B, A, M deb olay. B, A, M, to есть bir siziqdan 3 siziq qilmoqdim. Maydimi? Bir siziqdan 3 siziq qilmoqsam, E, D, N bo'ldi ekan. Teng 3 bulunluq E, D, N ga. Mushlar teng bo'lgandan опять nima qilamiz kerak? Menda уже автоматически birinchi BM kerak. Menda birinchi uchinchisini oldim. Vaqtida menda тоже birinchi uchinchisini olsak, как раз таки nima chiqadi ekan? BM teng EN. Всё, isbotlab qo'ydik. Shu bilan 3 bulunqning tengligining birinchi belgisi bitdi. Yana 2 belgimiz bor. Ularni endiki darslarda qarashtiramiz. Dars tushunishli bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar.